Короче, hammaga hello jigarlar. Sizlarga Aveno bugungi videomizda jigarlar biz musor qotadigan telefonlarga ham qanday qilib tekinga 120 fps qilishni o'rganamiz jigarlar. Undan oldin videomizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar jigarlar. Biz ham mana shu o'yin oxirigacha turistda bo'lsak, bitta konkurs boshlab yuboramiz jigarlar. Shu konkursga qatnashib qo'yish uchun men Telegram kanalimga qo'shilib qo'yinglar va bugungi videomizda 120 fps qilish uchun kerak bo'ladigan ikkita faylimizni men Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanalimni mana shu videoning opsiyasida yoki profilim shapkasida turadi. Agar u yerdan ham topolmasanglar, mana shu profilimni shapkasidan ham topolmasanglar, pastda mana chiqarib qo'yganman. Shunga bosib ko'raverasizlar. Va endi jigarlar, bizning birinchi qiladigan ishimiz Shizuki programmasiga kirishimiz kerak bo'ladi va Shizukiga kirib olamiz. Endi Shizukiga kirganimizdan keyin menda mana root qilingan, men sizlar uchun buni остановить qilib yuboraman va qaytadan sizlarga root qilishni o'rgataman. Mana hozir остановить qilib yubordim. Endi root qilishni o'rganamiz. Sizlarda inglizcha bo'lishi mumkin. Menda hozir ruscha turibdi. Buni ham hozir inglizchaga o'tkazib qo'yaman va sizlarga birin-ketin bosqichma-bosqich o'rgatib boraman jigarlar. Mana inglizchaga ham o'tkazib yubordik. Endi mana shu o'rtadagi pairingga bosasizlar va pairingga bosganingizdan keyin mana shu joyda sizlar nimaga bildirishnomalarga ruxsat berib qo'yishingiz kerak bo'ladi va sizlarda bildirishnomalarga ruxsat berilmagan bo'lsa, berib qo'yinglar, ya'ni настройкаdan ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Agar qilmasanglar sizlarda ishlamaydi bu, ya'ni root qilganda parol, kod kiritib olmaysizlar. Endi jigarlar, bizning qiladigan ishimiz настройкаga kirib olamiz. Настройкаga kirgandan keyin mana shu ishlab chiqaruvchi opsiyalarga kiramiz. Agar sizlarda ishlab chiqaruvchi opsiyalar bo'lmasa, buni yoqish uchun mana shu planshet haqida degan joyga kirib olamiz. Va planshet haqida degan joydan 3-qatordagi dastur haqida ma'lumot degan oynani ustiga bitta bosamiz. Va kirganimizdan keyin release raqami deganni bosib, ustidan 3-4 marta bossak, bizda yonadi. Menga shart emas, menda chunki yoqilgan. Buni sizlar o'zlaringiz agar yonmagan bo'lsa, yoqib olasizlar va bunga kirasizlar. Kirganingizdan keyin pastroqqa tushirib, Wi-Fi orqali debugging deganni topasizlar va buni yoqib qo'yasizlar. Sizlarda o'chik bo'ladi va Wi-Fi orqali debuggingning ustidan bitta bosib, qaytadan kirib olasizlar. Keyin kirganimizdan keyin mana Shizuki ulangan. Bu Shizukini atmay qilib sizlarga o'rgataman deganman. Mana udalib qo'ydim. Qurilma ulash kodi orqali ulash degan joyga bosamiz va mana bizga bildirishnomani yoqqanimiz uchun Shizukidan xabar keldi va Shizukiga mana shu kodni kiritsak bizga ulanadi. Va 815 960 ni kirgizdik. Negadir nima bo'ldi? Xato debdi. Nimaga xato? Mayli jigarlar, qaytadan kirgizamiz. Mana hozir buni qaytadan boyagi oynaga bosib, hozirgi 955 614 degan parolni kirgizib olamiz. Bu parolni kirgizmasanglar, sizlarda root bo'lmaydi, ya'ni ishlamaydi. Mana bizda Shizuki oynasi qo'shildi. Endi Shizuki qo'shilgandan keyin bundan shunday chiqib ketasizlar. Bizning bu yerdagi ishimiz bitdi. Endi Shizukiga kiramiz. Shizukiga kirgandan keyin mana shu 3-qatordagi start tugmasini bosib yuboramiz. Startga bosganimizdan keyin bizda mana shu joyda 3 sekund degan nima chiqadi, yozuv chiqadi. Agar shu chiqsa, sizlarda ishlaydi. Va mana tepada настройкаga o'xshash bo'lim chiqdi. Shuni bosib mana ikkita chiqdi. Mana shu tarafda, o'ng tarafdagi настройка bo'limini, ya'ni oynasini ustidan bosib, boyagi ikkinchi programmamizga ruxsat berib qo'yamiz, ya'ni pitishkasini yoqib qo'yamiz. Va mana Shizukidagi ishimiz ham bitdi. Endi bundan chiqib, ikkinchi programmamizga kirib olamiz va mana shu joyda bizda 3-4 ta savol bor. Shunga bosib yuboramiz. Global PUBG bo'lsa, globalni tanlaysizlar. Koreyskimi, Hindistonmi yoki Vietnam, Tayvan, Light PUBG bo'lsa ham 120 fps qilib beradi jigarlar. Men global tanladim va mana bu ikkinchi oynadagi Wiz Shizukini tanlash kerak jigarlar. Va agar iPad View kerak bo'lsa, iPad Viewni mana shu joydan ixtiyoriy yoqasizlar. Menga kerak emas bu. Va jigarlar, men videosini ham ko'rishim shart emas, tutorial videoni. Va unlock mana shu 120 fps ustidan bosdim va mana hozir foiz sanayapti.
Endi bu yerni tez-tez o'tkazaveraman va sizlarga xudo xolasa o'yindagi rezultatni ko'rsataman. Sizlar ham xuddi shunday qilib olsanglar, sizlarda ham chotki bo'lib ishlaydi bu 120 FPS. Umuman telefoninglar qotmaydi, bir maromda ishlaydigan bo'ladi. Avval qotadigan bo'lsa, hozir umuman qotmaydigan bo'ladi. Mana hozir menda 29% bo'ldi va mana bo'ldi. Buni tez-tez o'tkazaverdim. Va mana hozir PUBG Mobile'ning o'ziga kiryapman. Ana jigarlar kirib ham oldik. Endi rezultatni ko'rishinglar mumkin bu yerda. Va grafikaga kiramiz, moslashtirish bo'limiga o'tamiz. Va ravonga o'tganimizdan keyin ultra ekstremal mana bizda 120 FPS yondi. Xuddi shunaqa qilib sizlar ham 120 FPS yoqib olishinglar mumkin. Va jigarlar, shu bilan bugungi videomiz tugadi. Sizlarga kattakon rahmat, oldindan like bosib qo'yganinglar bo'lsa. Mana shunaqa qilib jigarlar mana ko'ryapsizlar, silliq ishlayapti mana ko'ryapsizlar. Silliq ishlayapti. Va jigarlar sizlarga yana bitta lifehack, mana shu oynadagi ovozni o'chirib qo'yish uchun mana shu настройкаga kirasizlar va настройкаdan ovoz, ya'ni audio va tebranishga bosib fon muzikasini o'chirib qo'ysanglar, sizlarda ham foninglarda muzika aytmaydi. Va jigarlar mana bir videoda 2-3 ta lifehack o'rgatib ketdim sizlarga. Shu bilan jigarlar, hammanglarga kattakon rahmat. Videoda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr va sizlarga shu bilan bugungi videomiz tugadi.